Ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirish va ular uchun teng imkoniyatlarni yaratish muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan pedagoglarni zamonaviy ta'lim jarayoniga faol jalb etish, ularning yangi bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan loyihalari bu borada muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shu yo'nalishdagi ishlar doirasida Ishonch maktabi o'quv amaliy seminari tashkil etildi. O'zbekiston jamiyatining navbatdagi tadbiriga start berildi. O'zbekiston Respublikasi Ko'zbo'yar jamiyati gimni bilan boshlandi tadbir. Ishonch maktabi loyihasi asosida amalga oshirilayotgan tadbir boshlandi. O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati tasarrufidagi yurak va asab kasalliklari yangi yo'l sihatgohi bugungi kunda o'zgacha bir ko'rinishga ega bo'lmoqda. Buning boisi albatta mamlakat rahbarining berayotgan e'tiborlarining bir nishonasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ekan, bugungi kunda mamlakatimizda demak nogironligi bo'lgan shaxslarga berilayotgan e'tibor, ularni qo'llab-quvvatlash barcha sohalarda bo'y ko'rsatmoqda. Shunday ekan, bugun aynan O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati tasarrufidagi yangi yo'l yurak va asab kasalliklari sihatgohida aynan ko'zi ojizlar faoliyati bilan bog'liq bir qator seminarlar, ilmiy amaliy uchrashuvlar va tadbirlar bo'lib o'tmoqda. To'la to'kis ta'mirlangan, keng qamrovli va barcha sharoitlarga ega bo'lgan majlislar zali bugun ana shunday tadbirlar uchun hozirlangan. Bugun O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati tashabbusi bilan o'tkazilayotgan Ishonch maktabi va bir qator seminarlarni biz guvohi bo'lishimiz mumkin. Aynan o'tkazilayotgan seminarlardan ko'zlangan maqsad bugungi kunda oliy ta'lim vazirligida, shu bilan bir qatorda maktablarda va oliygohlarda faoliyat olib borayotgan o'qituvchi murabbiylarni qiylab kelayotgan muammolar va ularni oldida turgan bir qator ishlarni yanada jadallashtirish va ularga shart-sharoitlar yaratish borasida ilmiy amaliy seminar bo'lib o'tmoqda. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida psixolog bo'lib ishlayman. Bundan tashqari inklyuziya koordinatoriman. Aynan mana shu nogironligi bo'lgan shaxslar bilan yaqindan ishlash, ularga ijtimoiy psixologik qo'llab-quvvatlash bo'yicha koordinator sifatida faoliyat yuritaman va bugungi O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati markaziy boshqaruv tashabbusi bilan tashkil etilgan Ishonch maktabi o'quv amaliy seminar dasturida juda ham katta loyihalar, katta mavzular muhokamaga qo'yildi. Tajriba almashish sifatida juda ham chiroyli o'quv amaliy seminar bo'lib o'tmoqda va bu ushbu o'quv amaliy seminardan o'zim uchun yana ham o'sha oliy ta'lim dargohlarida, umuman olganda jamiyatimizda ko'rishi bo'yicha nogironligi bor bo'lgan ham pedagoglar, ham talabalar, ham o'quvchilar bilan qanaqa yaqindan ishlash, natijakorligi, inklyuziv darajani to'g'ri yo'lga qo'yish, umuman olganda ularga yaratiladigan imkoniyatlar, ijtimoiy, huquqiy savodxonliklarini oshirish bo'yicha bugungi o'quv amaliy seminarida juda ham katta fikrlar almashildi, tajribalar almashildi. O'ylaymanki, bunday o'quv seminar treninglarini respublika miqyosida yana ham ommalashtirib, ularning huquqiy savodxonligini, psixologik dunyoqarashini, umuman olganda jamiyatga ijtimoiy moslashuvda yaqindan yordam beradi. Bugungi o'quv amaliy seminari degan bir xulosaga keldi. Yangi imkoniyatlarni o'zlashtirish va mavjud tajribani boyitish seminar ishtirokchilari uchun asosiy yo'nalishlardan biri bo'ldi. 3 kun davomida pedagoglar mashg'ulotlarda raqamli yordamchi texnologiyalardan foydalanish, ilmiy tadqiqot loyihalarida ishtirok etish va kasbiy faoliyatda mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Bu loyihada 3 ta bosqichdagi, ya'ni 3 xil yo'nalishda dars beruvchi o'qituvchilarni qamrab olishga harakat qildik. Bevosita maxsus maktab internatlar o'qituvchilari, umum ta'limda ishlayotgan ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan pedagoglar va oliy ta'limda ishlayotgan ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan pedagoglar. Offline va onlayn qilib ikkita formatda tashkil qildik. Yana bir narsa aytib o'tish kerak. Mana shu o'quv amaliy seminar trening natijasi sifatida shu ma'ruzalardan kelib chiqib
ishonch maktabi nomli alohida bir kitob tashkil qilinyapti. Faoliyatimga mana 18 yil bo'ldi va shu bilan birga zaif ko'ruvchi ustozlar qatoridaman. Men pedagogik faoliyatim davomida davlatimizda yaratib berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda bir necha o'zimga yarasha yutuqlarga ega bo'ldim. Masalan, yaqinda 2025-yil kuz oyida o'tkazilgan attestatsiya sinovlarida 96 ball to'plab 70% ustama olishga muvaffaq bo'ldim. Bundan tashqari 2026 yil yanvar oyida milliy sertifikat imtihonlarida ishtirok etdim va A+ sertifikatini ham qo'lga kiritdim. Va keyingi yutug'imni ham aytadigan bo'lsam, bu vazir jamg'armasidan ajratilgan ustamalarga ham sinovlarda qatnashdim va mana shu ustamaga ham ega bo'ldim. Bugungi seminar haqida aytadigan bo'lsam, juda ham manfaatli va foydali bo'lyapti. Ayniqsa ko'z ojiz ustozlarning huquqlari, ularni faoliyatida bo'layotgan to'siqlarga yechimlar topish masalasida yaxshi yechimlar aytilyapti va ustozlar o'zlarining faoliyatidagi muammolarga yechim topyapti. Bu toifadagi treninglarda juda ko'p ishtirok etganman va har doim o'zim uchun yangi bir narsalarni kashf qilganman. Umid qilamanki, bugun tashkil qilinayotgan trening ham shularni mantiqiy davom bo'ladigan umidim bor. Nima uchun bu treninglar ishtirokchilar uchun muhim? Sababi bu yerda respublika doirasidagi barcha ta'lim yo'nalishlarida faoliyat olib borayotgan pedagoglar ishtirok etyapti, ham joyda, ya'ni offlayn, ham masofadan. Bu yerda hamma o'zining tajribasini aytib, bilan bo'lishyapti va tajribali spikerlardan fikrlarni eshitib, hech bo'lmaganda bir yangi bir harf o'rganib, minimum bir yangi bir gap o'rganib ketishga bir zamin bo'lyapti. Yuqorida savol bo'ldi, treningdan nima kutuvding? Treningdan kutganlarim ko'p bo'lgan va shuning uchun ham mana 500 kilometr yo'l bosib keldik. Kelasi treninglarga pedagoglar uchun mabodo yana shunaqa tashkil qilinadigan bo'lsa, ularga nafaqat psixologik yordam, balki fiziologik yordamni ham tashkil qilish kerak degan fikrim bor. Ya'ni bu 3 kunlik trening emas, 6 kunlik trening bo'lsa-yu, kunni birinchi qismida psixologik trening, mana tajriba almashinuv maktabi bo'lsa-da, keyin kunning ikkinchi qismida ularga bir fiziologik yordam bo'lsa. Sababi o'qituvchilar xuddi jangga kirgandek mashaqqatli, sharafli faoliyat bilan shug'ullanishadi. Ayni shu sabab ularga fiziologik yordam ham juda ham muhim deb hisoblayman. Ishtirokchilar mehnat jamoasiga moslashish, hamkasblar bilan samarali munosabat o'rnatish va o'z fikrini aniq ifodalash bo'yicha amaliy topshiriqlarni bajardi. Doktori, dotsent, El-Yurt umidi jamg'armasining stipendianti, Malayziya Milliy universiteti QS 129-o'rinda turadigan universitetda PhD'ni himoya qilib qaytdi. O'zbekistonda. Rahmat. Bundan tashqari 8 ta grant sovrindoriman. Hindistonda ITEC, Misrda O'zbekistonda prezentatsiya qilganman, Eronda, Izraelda Mashhad dasturini sovrindoriman, xalqaro grant. Yaqinda Tailandda 15 kun bo'lib Inclusive Development, inklyuziv rivojlanish bo'yicha grant dasturida ishtirok etdim. Seminarning yakuniy kunida Ishonch maktabi tajriba, natija va istiqboldagi vazifalar mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Unda ishtirokchilar seminar davomida olgan bilim va tajribalarni sarhisob qilib, ularni kelgusidagi kasbiy faoliyatda qo'llash bo'yicha fikr va takliflarni bildirdi.